o'rtoqlar bilasizlar, men hech tinch yurmayman. Voy tavba, men bilan har doim bor nimadirlar bo'lib yuradi. Boya zo'r narsalar bo'ldi-da. Bilib borku, ujisda. Hozir aytib beramanki, hayron qolasizlar borku. Mashayniklarni yengichi uslublari ham bor ekanda. Bizan domda, короче, hech qachon hech kim tinch yashamaydi, особенно men. Короче, 4-podyezdga kelibdi debdi kishi eshikni taqillatib. Men deydi 4-etajda turaman. Qo'shnilarman, xotinim bilan urushib qoluvdim. O'shanga jahl qilib, bolalarni olib Andijonga ketib boribdi deb ekanda. Keyin yo'q debdi, 4-etajda turasizmi? Ha, qaysi biri desa, ani tigida men bu kvartirada debdi. Keyin u xotin 100 ming pul beribdi. Ertasi kuni 3-podyezdga borganda xuddi shunaqa qilgan, eshikni taqillatib, yana mana shunaqa degan, iltimos yo'q. U 200 ming pul beribdi. Keyin bugun boya chiqib ketayotsam, podyezdda 2-etajga tushib bo'ldim o'zi. Keyin bitta kishi chiqib kelyapti-da. Keyin assalomu alaykum dedi. Keyin assalomu alaykum aka dedim. O'shansam, "Singlim" dedi, "Men shu domda turaman" dedi. "Xo'sh" dedim. "Siz ham shu yerda turasizmi?" dedi. "Ha, shu yerda turaman aka" dedim. "Tinchlikmi?" dedim. O'shansam, anaqa xotinim bilan urushib qoldim-da. O'shanga deydi, bolalarni olib deydi, Andijonga ketib boribdi. Kalta ham menga tashab ketmagan deydi. Yonimda pulim qolmadi deydi. Pul berib turing, ozgina qo'shimchalik Andijonga yetib olay dedi. "Yo'q" dedim. "Qaysi xonadonda yashaysiz?" dedim. "Nechinchi etajda yashaysiz?" desam, "4-etajda" deydi. "Yo'q, 4-etajda yashaysizmi?" dedim. "Qaysi kvartirada yashaysiz?" dedim. "O'rtadagi kvartirada" deyapti. "Yo'q, o'rtadagi kvartirada yashaysizmi?" dedi. "Meni uyim yetyapti." Unga aytdim, "Ana, to'xta shu yerda" dedim. "Bilmagan ekanman" dedim. "Sen qachon ko'chib kelding bu yerga o'zi?" dedim. "Yaqinda ko'chib keldim" dedi. "Bilmagan ekanman" dedim. "Men" dedim, "shu yerda yashab" dedim. "Sen meni uyimda yashayotganligini bilmagan ekanman" dedim. "Kim bilan yashayapsan sen o'zi meni uyimda?" desam, qanaqa qilib qochib ko'chaga ketganligini bilmay qoldi o'zi ham borku. Keyin hayva ko'tardim-ki, keyin siraza damkonga qo'shinga unga bunga mamnaqalar bo'lyapti desam, keyin qo'shinlar bu yoqdan chiqdi. "Da, Tigir aka, иди сюда." Keyin mashnaqalar bo'ldi desam, keyin "Voy, u mashaynikmi?" debdi. "Hozir bilamiz" deb 4-etajga anuli chiqib, o'sha xonadon turib, eshikni taqillatsa, o'tib shu o'rtada turar ekanda. Biz у нас нету такого человека. Мы здесь живем уже столько лет, yo'q,